farmon yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish va naqdsiz hisob-kitoblarni kamaytirishni faqat tadbirkorlarga qiyinchilik tug'dirish nuqtai nazaridan emas, shu farmon orqali tadbirkorlarga yordam berib, ularni qo'llab-quvvatlab, shuni orqasidan yashirin iqtisodiyot ulushini kamaytirishdan iborat bo'ladi. 2026 yil 1-iyuldan boshlab body kameradan foydalanish majburiyatini yuklab qo'ydi. Bu degani o'sha tekshiruvchi borib tekshirayotganda boshqa bir ortiqcha muammolar keltirib chiqarishini oldini olishdan iborat bo'ladi. Kameral soliq tekshiruvini o'tkazishda soliq organlarida aniqlangan tafovutlar mavjud bo'ladigan bo'lsa, soliq organlariga agar asoslantiruvchi hujjatlarni barchalarini taqdim qilish huquqiga ega, agar tafovut aniqlanadigan bo'lsa, qo'shimcha hisoblangan soliqlar va peniyalarni o'z vaqtida to'lab beriladigan bo'lsa, bunday holatda soliq to'lovchilarga nisbatan javobgarlikdan ozod etilishi ham belgilab qo'yilgan. Naqdsiz hisob-kitob biz uchun ma'qulmi? Masalan, kim o'zini fikrini bera oladi? Mana shu siyosatimizga, bugungi hisob-kitoblarimizga, iqtisodiyotimizga qanchalik buni foydasi bor? Bu naqdsiz hisob-kitob, bu kelajak. Biz majburmiz. Bu katta yuridik tashkilotlar uchun buncha qiyinchilik tashkil qilmaydi. Lekin mana bu kichikroq bo'lgan tadbirkorlarimizga qanaqadir imtiyoz berish kerak. O'shani qo'llab-quvvatlash shunda. Bu birinchidan, ikkinchidan yangilik bo'lganicha albatta yurib ketgungacha call center bo'lish kerak.